Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Ma'mur Orziqulov. Bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi videoyimiz Bolgariya mavsum ishlarini qanday qidirish, Bolgariyadan qanday ish qidirish haqida e, video bo'ladi. Ko'p kommentariyalar kelib tushmoqda. Qanday bog'lanamiz, qayerdan ish topish kerak yoki har xil savollar kelyapti. Latviyani saytlaridan video olib, qo'llanma qilib video o'rgandim. Qanday ish topish, qanday javob yozish, ish topgandan keyin qanday gaplashish kerak, o'sha haqida gaplashgandik. Bugungi videomiz mana Bolgariyani 3 ta saytini oldim. Buni davlat ish sayti, bunisi davlat ish sayti. Bu yerdan shu yerda o'zidan ko'rib kirsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa videolarning ostidan xohlagan davlatingizni videolarini ostiga kirib topsangiz bo'ladi saytlarning ro'yxatini. Mana YouTube'ga kirsangiz, bu Vengriyami, Maltami xohlagan ish saytlari mamlakatingizni videosini ustiga bosganingizdan keyin pauza qilaman, reklama chiqmasin. Mana shunday tagiga opisaniyasi bo'ladi, sarlavhasi bo'ladi. Sarlavhani tagiga mana bunday ish degan joyi bor. Keyingisi degan joy bosasiz, ustiga bosgandan keyin mana shu yerda mana saytlarni ko'chirib olsangiz bo'ladi. Ko'chirib olasiz, bunday bitta ko'chirib kopировать qilib olasiz. Ko'chirib olish, nusxalash. Borasiz, bironta Google'ga hammasini ko'chirib olib bir chetga qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki YouTube kanaliga turib ham ko'chirib olib qidirtirsangiz bo'ladi Google'ga. Xo'sh, men masalan hozir bu davlat ish sayti, bundan ish topsangiz bo'ladi. Bolgariyaning davlat ish sayti. Faqat bu sal murakkabroq, bunga sal ko'proq vaqt ajratasiz. Xo'sh, men hozir mana bu Jobs.bg kopировать qolaman, nusxa olish, o'zbekcha qilib qo'yibman. Nusxa olishga kirib va mana bu yerdan Google'ga kiraman. Pochtamga turibdi. Tarjima, mana Windows Bing tarjimadan foydalanaman. Bu yaxshi tarjimon, adashmaydi. Bu sizga xat yozish uchun, bironta ish topsangiz yoki bironta saytga kirib, o'sha elektron pochtasiga yozish uchun, bironta firmani yoki bironta ishni elektron pochtasiga yozish uchun kerak bo'ladi. Pochta ham kerak bo'ladi. Mana bu yerdan yangi sahifa ochamiz va mana bu yerdan istavit qilaman, mana ish saytini bosaman. Xo'sh, mana Bolgariyani tili turibdi. O'zbekchaga o'giramiz. Tushunmasangiz, tillarni tushunmasangiz, o'zbekcha yoki ruschaga o'girib ko'rishingiz mumkin. Mana sizga qo'llanma, mana shu, men hozir kompyuterga ochib turibman. Telefonga balki boshqacha ochish mumkin. Haqda har xil narsalarni ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin. Va mana bu yerda mana eng yaxshi ish beruvchilar, eng yaxshi kompaniya, ish berayotgan kompaniyalar turibdi. Va mana bu yerdan kategoriya menyusi turibdi. Va qanaqa ish qidirayotgan bo'lsangiz, shu yerdan masalan xohlagan o'zingizning kasbingiz bo'lsa, xohlagan kasbingizni bosib o'sha haqida ish qidirishingiz mumkin. Xo'sh, ish qidirish, ishlab chiqarish, mana ishlab chiqarish bu ishlab 3355 ta ishlab chiqarish ishlari bor, uni qarab ko'rgan bo'lsangiz, va savdo sotiq bo'yicha 3600 ta. Xo'sh, logistika bor, yana boshqa sohalar bor, qurilish bor, ta'mirlash, o'rnatish faoliyati, buxgalteriya, bank, xullas hammasi bor. Mana bu yoqqa hammasini ko'rishni yozib qo'yibdi. Hammasini ko'rishga bosaman va mana bu yerdan ish qidirish, ishlab chiqarishga ham biroz keyinroq to'xtalib o'tamiz. Sizga tayyor qo'llanma, qanday ish topishim kerak, qayerdan topaman yoki qanday bog'lanaman degan kommentariyalar ko'p, bitta videoni ko'radida shunaqa savollar ko'p
beryapti kommentariyaga. Men boshqa videoga ko'rsatganman deb yozib javob qaytaryapman. Mana qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi, baliqchilik deyapti. Mana 146 ta ish o'rni bor. Bosamiz. Bitta mana kategoriya bittasi tanlandi. Xohlasangiz uni ko'proq tanlasangiz unga, unda qilsangiz ikkita bo'ladi. Xohlasangiz hammasini qidiraman desangiz, ko'proq sohalar bo'yicha qidiraman desangiz, bosib tanlab ketaverasiz. Yoki bitta sohani oldin ko'rib chiqay demoqchi bo'lsangiz, bitta sohaga qo'yasiz va tasdiqlashni bo'lsam ham qishloq xo'jaligi mana ketdi. Avval qidiruv va toifalar joylashuvi boshqalar kabi sozlamalarni takrorlash xohlash tizimi. Yo'q deb qo'yaylik hozircha. Menga obuna bo'ling. Mana shunga bossangiz, saytga Bolgariyaga agar ish qidirmoqchi Bolgariya bormoqchi odam bo'lsa, tavsiya beraman. Obuna bo'lib qo'ysangiz, saytga elektron pochtangizga xabar kelib turadi. Xo'sh, elektron pochta nima desangiz, mana bunday Google'ingizga bossangiz, mana bu elektron pochtangiz bo'ladi yoki Google Play yoki Apple Store'ga yuqorisiga bossangiz, odamchaga bossangiz, o'zingizni suratingizni odamchaga bossangiz, sizning elektron pochtangiz chiqadi va bunday xatchaga o'xshagan narsa bo'ladi. O'zi bunday Gmail'niki bunaqa bo'ladi. iPhone'larniki mana shunday bo'ladi. Telefoningiz ilovalarining ichiga bo'ladi shunaqa narsa. Pochta. Xo'sh, bir xil pochtani tushunmayish uchun tushuntirib o'tyapman shuni ham. Qishloq xo'jaligi va uskunalarini xizmat ko'rsatish. Bu qishloq uskunalarini xizmat ko'rsatish deyapti. Bironta ta'mirchimi yoki biron narsani shunaqa qishloq xo'jaligi texnikalarini, uskunalarini ta'mirlayotgan odam kerak bo'lishi deyapti menimcha. Cho'chqa fermasi hayvonot bog'i muhandislar bo'lsa, mana shuni cho'chqa fermasi haydovchi hayvonot bog'i shuni so'rayapti. Veterinar ishlab chiqarish va menejeri, biotexnologiya ishlab chiqaruv operatori, agronom, savdo bo'yicha menejer. Xo'sh, qidiramiz. Baliqni qayta ishlash bo'yicha texnolog kerak deyapti. Qishloq xo'jaligi texnika uchun mobil xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik shimoliy sharqiy mintaqa. Dibrich Varna Pravadiya degan shaharga. Xo'sh, pastga yana bor. Shuni bir to'xtalib o'taylik. Qishloq xo'jaligi va texnik uskuna uchun mobil xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik shimoliy sharqiy. O'qib chiqasiz, o'qib chiqib, sizga to'g'ri kelsa bog'lanasiz. Xo'sh, nomzod tanlashdagi afzallik. Ingliz yoki nemis tillarini ravon gapirish. Ana shu talablar yoki nomzodlarni tanlagan afzalliklar. Talablarini o'qib chiqasiz. Agar boshidan o'qimayman desangiz, talablarni bir o'qib chiqing. Siz agar tilni bilsangiz, mana shu so'ragan tilni, so'ragan talablarga javob bersangiz, siz bunga mana bu yoqqa bosib hisobingizda ariza bering. Hisobsiz ariza berish deyapti. Yo shuni yoki mana yerdan yuborishni bosasiz. Agar siz shu ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, hamma narsa hujjatlaringiz, masalan, ism, familiya, hamma narsadan o'tgan bo'lsangiz, balki mana shuni bossangiz, sizga o'sha birdan siz o'sha ishga ariza berasiz. Xo'sh, keyingisini ko'rib chiqamiz. Qishloq xo'jaligi asbob uskunalar sotish bo'yicha Shimoliy sharqiy viloyat Dobrich, qisqasi shu shahar. Asbob uskunalar sotish deyapti va uskunalar sotish vakili, muhandis, mashina operatori, mutaxassis va veterinariya ko'rib chiqarasiz. Shunday mexanizator, работа svine ferma, mana bu menimcha fermaga ish.
Mana shu yerga ko'rib qo'yibsiz, oyligini ko'rsatib qo'yibdi. Oylik maoshi, qani mana oylik maoshi 659 dan 920 ga qadar deyapti, yevrogacha deyapti, yalpi deyapti. 660 yevrodan 920 yevroga qadar sizga oylik to'laydi. Aynan ko'rasiz, cho'chqa firma ishchisi deyapti. Ko'rdingiz, mana sizga bir ish topdim. Mana bu yerda talablar, jamoaviy ish ko'nikmalari. Hech qanaqa talab, masalan, tilni bilish kerak yoki shunaqa boshqa talablar yo'q. Biz taklif qilamiz mehnat shartnomasi. Ko'ryapsiz, mana bepul sizga mehnat shartnomasi. Kim sizga приглашениeni pullik $500-600 masalan 10 millionga sotib olasiz. Va qancha odam aldanib qolyapti. Men halol ishchilarni topib beraman, halol ish saytlarini topaman va ko'p kishi e'tibor bermaydi. Va qancha aldanib qolayotgan odamlar bor, necha ming dollarlab pullarga aldanib qolayotganlar bor. Mana bepul saytlarni hech kimdan pul so'ramasdan ko'rsatyapman. Mana biz taklif qilamiz mehnat shartnomasi degani bu приглашение degani. Ish taklifnomasi, mehnat shartnomasi. Va oziq-ovqat vaucherlari, oziq-ovqat beraman deyapti. Yangi firmaga yaxshi ish sharoitlari, a'lo ish vaqti. Ish sharoitlari yaxshi deyapti. A'lo ish vaqti zo'r deyapti. Ish va haqining to'liq miqdori bo'yicha sug'urta deyapti. Ish haqining to'liq miqdori bo'yicha sug'urta qilamiz deyapti. Yoshlar jamoasi ishlash, jozibador bonus tizimi, bonuslar berar ekan. Yil haq to'lanadigan ta'til. Yiliga 20 kun ta'til beradi sizga. Yiliga 20 kun ta'tilga uyga borib kelishingiz ham mumkin. Yordam Georgiy. Aloqa uchun mana bu telefon nomeriga chiqasiz yoki bo'lmasa telefon orqali murojaat qiling deyapti. Hisob saqlangan rezyume, mana hisobingizda agar saqlangan rezyumingiz bo'lsa, murojaat qilishingiz kerak. Men rezyumeni qanday yozish kerakligini bitta Latviya saytiga ham aytib o'tganman. Latviyada emas, Finlandiya klubna ishiga qanday ariza berish kerakligi haqida gapirganimda, rezyume haqida ham aytib o'tganman. Rezyume deb yozsangiz yoki CV deb yozsangiz chiqadi internetda qanday ko'rinishi kerakligi, bo'lishi kerakligini va telefonlarga hozir bepul rezyume yozish kerak bo'lgan ilovalar ko'p. Ko'chirib olib o'shandan yozsangiz bo'ladi. Ilovadan rezyume yozib, ishlagan joylaringiz, tug'ilgan joyingiz, ma'lumotlaringizni hammasini yozasiz. O'qigan joyingiz, shunda qayerda ishlagansiz, qanday ish qilgansiz, shuni hammasini til bilimlaringizni hammasini yozib, shunga yozsangiz, saqlab qo'ysangiz va mana shuni ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana shu yerdan iloji bo'lsa tizimni hisob ochishga kirsangiz, balki o'zi masalan o'sha hammasi bor bo'lishi ham mumkin. Hisob ochishga hammasi ish kompaniya hammasi bo'lsa agar shu yerdan o'zini ro'yxatdan o'tib, masalan ism, familiya, elektron pochta, men qarab ism, familiya, elektron pochta so'rayapti, boshqa hech narsa so'ramayapti. Ro'yxatdan o'tishga. Ism, familiyangizni, ismingizni yozasiz, familiyangizni yozasiz, elektron pochtangizni yozasiz. Va mana yerda men roziman deb ro'yxatdan bosasiz. Tamom, mana shu yerdan ro'yxatga o'tasiz. Shu yerda ro'yxat agar nima desam, rezyume yuklanayotgan joyi bo'lsa, shu yoqqa rezyumengizni yuklab qo'ysangiz, bemalol mana shunga yuborishga bosganingizda tizimga kiring deyapti, hisob ochish deyapti. Hisobingizni ochgan bo'lsangiz, hisobingizni tizimga kirish. Hisobingizni biz shuni o'zi avtomatik hisobingiz chiqadi, balki o'shani bosasiz, o'sha jo'natasiz. Rezyume bo'lmasa ham. Sizga balki bog'lanishi mumkin elektron pochtangizga. Keyin gaplashib, elektron pochtangizdan jo'natasiz rezyumelaringizni. Yoki mana bu yerdan AgroSip. Ko'p mana shu yerdan qaraysiz, o'zi mana
Agrosip degan mana kompaniya eng so'nggi ish e'lonlari oling deyapti. Menga obuna bo'ling deyapti. Mana shu yerda obuna bo'lib qolsangiz kompaniya ish haqiga obuna bo'lasiz. Reklamalar, filni ko'rish, profilni ko'rish deyapti. Profilga kirib ko'rsangiz ham bo'ladi boshqa ishlarini. Xuddi agar shu firmaga siz shunaqa ishlar qidirayotgan bo'lsangiz, masalan, men hozir bitta ish topdim. Balki boshqa ishlari ham bordir. Masalan, bitta odam bo'lsa o'sha yerdan ishga olsa, boshqa ishlariga mana odam qidirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalan 10 ta odam kerak bo'lishi mumkin. Har xil ishlariga. Yoki mana shu kompaniya yoki firma ko'proq odam olayotgan bo'lishi mumkin. Shunga masalan o'zimizdan bir kishi emas, 20 kishi borsa, xursand bo'laman. Mana bu yerda obuna bo'lishga, menga obuna bo'lishni bossangiz, obuna bo'lib qolasiz. Agar elektron pochtasi bo'lsa, elektron pochtasini bunga mana shu yerdan rezyume topshiryapmaysiz va savollarga qarang deyapti. Mana shu yerdan elektron pochtasiga prommoy yozasiz. Uni ham ko'rsataman sizga hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, uni ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Bizga qaytamiz va bitta ish topdim mana kompaniya bizga ham mehnat shartnomasini qilib berayotgan. Mobil texnik, работающий, охранник, mexanik. Bolgarskiy tilga o'tib qoldi. O'zbekcha qilamiz. Toifa ishchi, toifali ishchi. Savdo ishlab chiqarish, qurilish mehnat materiallari ombori umumiy ishchi. Mana ko'rdingizmi? Umumiy ishchi deyapti. Umumiy ishchiga ham bir bosamiz. Umumiy ishchilarni ham o'tkazib yubormang, iloji bo'lsa ko'rib chiqing. Talablar: qurilish sohasini bilim, jamoada ishlash qobiliyatiga ega muloqotchan shaxs, ishonchli va mas'uliyatli hissi, chiroyli ko'rinish, haydovchilik guvohnomasi, farqli haydovchilik guvohnomasi. Haydovchilik guvohnomangiz bo'lsa, mana qurilish sohasida biroz bilimingiz bo'lsa, ko'p talabi yo'q. Mana shunga yana shu bilan ham bir gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Hisob arizasini berish deyapti, yuborish deyapti. Hisob arizangizni berishingiz mumkin. Keyingi bosqichga ro'yxatdan o'tmasdan anketa to'ldirib ariza bering deyapti. Keyingi bosqichga o'tmasdan ro'yxatdan o'ting oldin deyapti. Keyin anketaga to'liq ariza bering deyapti. Hisobdan o'tganingizdan keyin bosasiz, keyin ariza berish uchun bosasiz va arizangizni topshirasiz. Qanaqa ariza kerak bo'lsa, bu yerda hisob yarating deyapti, tizimga kirish. Hisob ariza berish. Hozir ariza berish ham uncha ko'p emas. Familiya, elektron pochta, telefon nomer, mana bu yerdan rezyumingizni yuklaysiz va mana bu yerdan ixtiyoriy deyapti. Agar sizda bironta bog'lanish saytingiz yoki bironta LinkedIn degan saytingizni profili bo'lsa, shuni qoldirishingiz mumkin. Ixtiyoriy buni yozsangiz ham bo'ladi. Ixtiyoriy deb yozilgan bo'lsa, bu ko'p emas. Video yozib olish deyapti. Agar video yozib olish bo'lsa, mana bosasiz, video saqlash. Videongizni saqlab olsangiz, bo'lsa video ko'rintili video qilasiz o'zingizni, masalan, ichdan jo'natsangiz bo'ladi. Bu ham ixtiyoriy deyapti. Xohlasangiz jo'natasiz, xohlamasangiz jo'natmaysiz. Kompaniyaga xabar, masalan, kompaniyaga xabar yozasiz. Masalan, ruscha tildami yoki inglizcha. Iloji bo'lsa inglizcha yozing. Mana shunday kirasiz, inglizchaga mana Microsoft Bingga kiryapman. Translatorga kirdim, Laterga kirdim. O'zbekchaga yozsangiz, bu yerdan inglizchaga o'girib beradi. Yana mana shunday qilib ko'rsangiz, inglizchani mana bu tarafga o'tkazadi. O'zbekcha bu tarafga o'tib qoladi. To'g'rimi, noto'g'rimi o'qib ko'rasiz, keyin masalan mana bunday kopirovat bosasiz. Keyin shunga mana shu yerga kirgizib yozasiz. Masalan, assalomu alaykum, shunday men ish qidiryapman. Shunaqa men ishingizga qiziqdim. Men shunaqa O'zbekiston fuqarosiman. Men bormoqchiman, ishlamoqchiman deb yozasizda.
Mana bu yerdan hammasini belgilaysiz. Men roziman, men roziman va davom etishni bosasiz. Va davom etishga yana boshqa narsa so'rasa, ularni to'ldirib jo'nataverasiz. Ancha ko'p qiyin joyi yo'q. Bunday bir xil qiyin deb o'ylaydi, lekin qiyin joyi yo'q. Yani ikkita ish topdim. Shu yerda o'zidan ikkita ish topdim. Qidirib ko'rsangiz mana qishloq xo'jaligi kompaniyasida umumiy ishchi, mana shular ham ishchi oladi, umumiy ishchilar oladi. Uskunalar qaydovi. Bitta, ikkita ana shu bitta firmani o'zida ikkita nimasi bor. Ish e'loni bor. Shular ishga oladi. Xo'sh. Endi men sizga hozir elektron pochta orqali keyinroq sizga hozir qaror ketdi. Qurilish metodlarimiz. Bosamiz. Xo'sh, o'qib ko'ramiz. Qishloq xo'jaligi kompaniya umumiy ishchi deyapti. O'qib ko'rasiz. Uncha ko'p ariza masalan ishchi ko'p hech narsa yozmagan uni. Ozroq chorvachilik kompaniyasi ish bilan bog'liq barcha faoliyat agar qiziqsangiz biz bilan bog'laning deyapti. Mana shu yerdan siz bilan bog'lanish uchun bosasiz. Mana bu yerdan hozir elektron pochtasini ko'raylik-da. Xo'sh, endi biz mana bu ikkinchi saytga o'tamiz. Xohlasangiz butunlay ko'chirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz 3W degan joydan ko'chirib olishingiz ham mumkin. Nusxa olamiz. Google'ga kiramiz va mana bu yerdan yana boshqa sahifa ochib ko'chirgan nusxa joylashtiramiz va qidiramiz. Xo'sh, buni o'zbekcha qilamiz. Ish e'lonlari deyapti. Mana bu yerdan barchasi agar sizni til perevodchigingiz bo'lsa, mana bu yerdan hammasini qabul qilishga bosib qo'yamiz. Bu boshqa chiqmaydi. Xo'sh, ish e'lonlariga bosamiz. Ish e'lonlari chiqdi. Mana bu yerdan kalit so'zlari bilan qidirishingiz mumkin. Qochqinlar qidiruvni saqlash. Kalit so'zlari degani masalan kasb bo'yicha qidirishingiz mumkin. Joylashuv bo'yicha qidirishingiz mumkin. Masalan, chet eldagi boshqalar. Chet elga va Sofiya, masalan, Bolgariya boshqalar, Palovlik. Boshqa, masalan, chet eldagi boshqa ishlarni ham qidirish, chet eldan ish boshqa Yevropa joylaridan ish topsangiz ham bo'lar ekan. Mana shu yerdan ko'rib chiqasiz, nemis tili bo'yicha xususiy murojaat. Shunga ham mavsum ishlar bo'lish aniq. Xo'sh, o'zimiz mavsum ishlarni ish qabul qilish bo'yicha suhbatlar ham bor ekan. Shuni ham bir ko'rib chiqib, qanday suhbat qilayotganini ko'p bila olsangiz bo'ladi. Karyera bo'yicha maslahat, maoshlar ko'ring, ish beruvchilarni ko'ring. Ish beruvchilarni ko'ringga bosaylikchi. Chunki bu yerdan ko'p ish qidiruvchilar bor. Mana bu kompaniya ham ishchi olyapti. Mana bu kompaniya ham mashhur kompaniyalardan biri, Tokubank. Xo'sh, bu yerda Drift Kings Form kompaniya haqida, Smartphone Robots. Shu kompaniya ishchi qidiryapti. Yaxshilab ko'rish Nikus. Bironta firma bo'lsa, shuni kirsa ham bo'ladi. Biz ko'raylikchi. Ma'lum ko'rganim yo'q edi, shuning uchun qo'shimcha ma'lumotlar. Ish beruvchilar uchun. Ish beruvchilarga ko'ring, ish e'lonlari qaytamiz bizga. Qanday buni
Mavsumiy xo'jaligi deb yozalik. Nima o'zi xo'jaligiga? O'zbek tilida "ö" kirganmi, balki topmasligi ham mumkin. Filtrli hozir o'zbek tiliga xo'jaligi qidiruv. Ko'rgazma noto'g'ri manimcha bo'ldi. Shuning uchun men hozir Bolgariya tiliga qo'yib qidirishim kerak edi. Lekin baribir mana bu yerdan o'zi biz istagan narsa chiqdi. Burgach, varma, xo'sh. Bandlik turi. Xo'sh, malakasiz xodimlar uchun mana deyapti. Men mana ikki narsani xato tergan bo'lsam ham, endi qishloq xo'jaligi deb xato termadim balki o'zbek tilida yozganim uchun ham. Lekin mana o'zimiz qidirayotgan kategoriya chiqdi. Mana kategoriya chiqmagan edi. Men qaysi sohaga ish qidirayotgan faqat ishlab chiqqan edi, lekin bizga hozir qishloq xo'jaligi kerak. Shuning uchun oyliklar, maoshlar topsanglar. Mana bu yerdan bandlik turi. Bandlik turini masalan to'liq ish kuni, to'liq vaqt lavozim, oylikni ham belgilasangiz bo'ladi. Masalan, oylik o'rtasiga qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, ko'rasiz, Bolgariyani oyligini bir ko'rasizda, shunga qarab belgilaysiz. Masalan, internetga Bolgariyani pulini o'zbek so'migami yo boshqa rubldami, boshqa narsa dollargami ko'rasizda, qancha puli Bolgariyan livisi qancha bo'lishini aniqlab, shunga qarab endi ko'pini tanlamaysiz, o'rtadagisiga eng ozini bir tanlab ko'rasiz. Masalan, 500 dan 1000 gacha bosamiz. Va mana bu yerdan ish chiqmayapti-ku, hozir qayerga ketdi? Avtomobil, biznes, bank, finansiy. Mana bosdik, endi ish energetika, qishloq xo'jaligi bormikan yo'qmi? Kompyuter Stроительlar bo'lsa, stроительga mana stроительный дейность bor ekan. Сельское va горское стопанство. Bu mana qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligini mana topdik. Xo'sh. Bu yerdan endi o'zbekcha Bolgariyaga o'tib qoldi, o'zbekcha qilamiz. Qishloq xo'jaligini topdik mana qidirib. Qidirishni bosamiz. Isim. Yaptı o'zimizcha. Hech eplolmadik. Katta xavfsizlik operatori. Hozir hamma ishlar chiqib kelyapti-da, o'zimizga bir qishloq xo'jaligi kerak edi. Shuni qidirsangiz topasiz qishloq xo'jaligini. Balki yo'q, hozircha yo'q bo'lishi ham mumkin. Qidirib, mana ishlarni qidirib ko'rasiz. Ofitsant kerak deyapti, laboratoriya yordamchisi. Norvegiyaga, Finlandiyaga payvandchisi. Finlandiya payvandchisi, masalan, Finlandiyaga ko'raylikchi. Xo'sh. O'zbekchaga o'giramiz. Finlandiya turli foydalari, Finlandiya turli joylarda. Finlandiya va turli joylarda deyapti. Hozir talablar ingliz tilini asosiy bilish deyapti, tajriba. Hozirroq ingliz tilini bilsangiz deyapti, mana haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, talablarni o'qib ko'rasiz va uni
200 € bu to'lanadigan tomonidan ish beruvchi tashkil etilgan turar joy. Turar joyga 200 € to'laysiz va ish sug'urta soliq Finlandiya ish beruvchi tomonidan to'lanadi. Finlandiyadan sug'urta qilib beradi sizga. O'zi to'laydi. Ish beruvchi Finlandiya sayohat xarajatlarini qoplaydi. Qarang, siz Finlandiya sayohat xarajatlarini qoplaydi. 100 € gacha sizga Finlandiya xarajatlaringizni, masalan, sayohat qilsangiz, Finlandiya bo'yicha 100 € gacha sizga pul beradi. Sug'urtasi beradi, yana boshqa, yana o'qib ko'rasiz hammasini, yaxshilab o'qib ko'rasiz. Men hammasini o'qib yotmayman. Qishloq xo'jaligini ham bir boynakiday qilib yaxshilab qishloq xo'jalik mana ko'chirib olamiz. Balki yana bir qidirib urinib ko'ramiz ham. Bosib inglizchani o'rniga biz Bolgariya tilini topamiz. Shu yerdan Bolgariya tilini topib, qishloq xo'jaligi deb iloji bo'lsa qidirib ko'ramiz hozir. Sizga tayyor qo'llanmani aytib beraman deb aytdim. Bolgariya tili bormikan bu yerga? Ya. B. Bulgurcha, mana bulgurcha kiramiz. Turkcha turibdi, shuning uchun. Qishloq xo'jaligi. Selsko stopanstvo. Boshqacha, xuddi ruschaga o'xshab ketadi tili, lekin sal farq qiladi. Bolgarchaga kiramiz va mana bu yerdan o'chiramiz. Ko'rdingizmi, bironta ko'ramiz nima deyozyapti. Siz kiritgan mezonlarga mos keladigan hech qanday ro'yxat topilmadi. Demak, qishloq xo'jaligi balki ish bo'lmayotgan yo'q bo'lishi mumkin, shuning uchun topilmadi deyapti. Malakasiz xodimlar bosib ko'raylikchi. Bundan hech narsa topilmadi. Shunaqa qilib ko'rsangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa bularni o'chirib tashlaysiz. Mana bu yerdan bunaki selik xazayist qishloq xo'jaligini o'chirib tashlab, mana malakasiz xodimlar qoldi. Malakasiz xodimlarga nima ish qidirish saytlari uchun ishchilar. Ishlab chiqarish bo'yicha chiqarish ishchilar uchun ishchilar deyapti. Bosamiz. Malakasizga bossangiz ham, masalan, malakasiz xodimlar kerak bo'lsa, o'zi aytadi. Mana bu yerdan o'zbekchaga o'giramiz. Xo'sh, Parnik Montana ko'chasi deyapti. Pernikda ekan. Teleborg 1900 yilda tashkil etilgan dunyoning 50 ta ortiq mamlakatlari faoliyat yuritadigan polimer o'ritmalarini muhandislik qilishda global yetakchi bo'lgan Shvetsiyaning kompaniyasi, Bolgariyada kompaniya muassasani palapaloncha, pistoncha texnik xizmat qiladi. O'z haqida masalan yozilgan. Keyin nima deyapti? Ish qidirish uchun ishchilar uchun deyapti. Mas'uliyatlar: plastik bilan balankalarini shtamplarga joylashtirish, tayyor qismlarni mashinalarga olib tashlash, tayyor qismlarni vizual tekshirish, ish joyida sog'liq va xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish, shu jumladan ish kiyimlarini kiyish, ish joylarida gigiyena va xulq-atrofga rioya qilish. Ish 2 smena yoki 3 smenali rejimda 8 soatlik ish kuni bilan amalga oshiriladi. 8 soat ishlaysiz. Talablar va zarur kuni, o'rta ma'lumot, ishga ishtiyoq, ish mas'uliyat va aniqlik,
o'rta ma'lumotli bo'lsangiz ham bo'ladi. Qarang, mana talablari hech qanday o'zmas hozircha ishlab chiqarish kompaniyasi va ish tajribasi afzallik hisoblanadi. Xuddi shu lavozimga oldin bilim va tajriba talab qilinmaydi. Xuddi shu ishga ishlagan bo'lishingiz talab qilinmaydi. Agar shunaqa ishga ishlagan bo'lsangiz, tajriba afzallik qiladi deyapti. Uncha bunday emas. Lekin ishlagan bo'lsangiz afzallik qiladi deyapti. Keyin mana shu yerdagi takliflarni hamma narsalarni o'qib ko'rasiz. Sizga ovqat beraman deyaptimi, nima deb beraman deyapti. Nimalarni hammasini o'qib ko'rasiz. Va mana bu yerda qaylab ish beruvchi murojaat qiling deyapti. Murojaat qilingni bosasiz. Reklama yuborish, maoshlarni ko'ring. Maoshlarni ko'rishni bosamiz. O'zbekchaga kiramiz. Qabul qilamiz. Lavozim bo'yicha ish haqi belgilayapti. Mana boshqa saytga ham masalan shu ishni menimcha joylashtirgan bo'lish kerak. Mana shuning uchun Bolgariya ishlarning ish haqi diapazoni odatda 1439 belgidan ish haqidan 4894 BGN Bolgariya puligagacha beriladi. Mana bu yerdan sohalarni, maoshlarini yozib qo'yibdi. Xo'sh, buni ko'ramiz, o'chiramiz va mana bu yerdan ish beruvchi murojaat qiling deyapti. Murojaat qilishni bosamiz. Reklamani ko'ring. Murojaat qilishni boshladik va ma'lumotlar mana ko'rganingizdek, mana bu yerga barcha ma'lumotlarini ko'rsatib qo'yibdi. Shu kompaniyani Job Tiger ko'rasiz, Job Tiger. Bu Job Tiger saytni nomi. Reklama ko'rish. Reklamalarni ko'rasiz. Boshqa ishlarni ham ko'rib chiqasiz. Ko'rishingiz mumkin, boshqa ishlari ham bor. Endi o'zim qaramasdan kirganim uchun, shuning uchun ko'p odam adashadi. Qo'llash, chop etish, ulashish bor. Qo'llash. Qanday biz murojaat qilishimiz mumkin? Mana shuni o'ziga, Tigerga, saytning o'ziga ham murojaat qilib qo'llash. Va qo'llashni bosishingiz kerak. Mana ro'yxatdan o'tmasdan ariza berish deyapti. Shu yerlarda mana 18 yoshdan oshganman, e'lon hammasini belgilaysiz, ko'rib chiqasiz. Mana belgilab, o'qib chiqib belgilaysiz. Mana yerdan elektron pochta, ismi, familiyangizni bosasiz. Rezyumingizni bosasiz, yuklaysiz. Rezyumingizni olib burjerdan bosasiz, dokument hujjatingizni olib bosganingizdan keyin o'zi mana shu yerga yuklanadi. 2 megabaytdan oz bo'lishi kerak. Yana biriktirilgan. Yana boshqa hujjatingiz bo'lsa, bunga biriktirsangiz bo'ladi. Rezyum vaqti Hivra yordamida rezyum yarating. Mana ko'ring, sizga qanday rezyum, qanday yaratishni ham ko'rsatib qo'yibdi, qarang. Hivra degan sun'iy intellekt bor ekan, shu orqali mana rezyum yarating deyapti. Shu orqali rezyum yaratsangiz ham bo'ladi. Kalit so'zlar, mana bu suratdagi so'zlarni shunga terasiz va qo'llashni bosasiz va shunga ariza ketadi. Iloji bo'lsa shu saytdan tiger.bg ga kirib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin ro'yxatsiz ham ariza bersangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tsangiz juda yaxshi. Boshqa ishlarni ham ko'rib chiqib ariza beraverasiz. Demak, bunga ham juda ko'p ish bor, lekin qidirib topish kerak. Men hozir shuni sayt o'zida 2-3 ta ish topdim, ko'rdingiz. Boshqa ishlarni ishlab qishloq xo'jalik bo'lish va qat'iy nazar undan bo'lmasa ham, qishloq xo'jaligi hozircha bo'lmasa ham bu saytda ishlab chiqarish yoki qanaqadir yordamchi, masalan, zavod ishchisi yo payvandchilar yo boshqa ishchilarni olyapti. Uning uchun men qidirgan, ko'rdingizmi, mavsum ish qidirdim, topilmadi, chiqmaganingizdan keyin malakasiz ishchilar deb yozilgan joyi bor. O'shani bosdim. O'sha bosganimdan keyin malaka talab qilmaydigan ishchilar kerak bo'lgan kompaniyalar nechta ish bo'lsa, hammasi chiqib keldi. O'shaning hammasi malakasiz, masalan,
uncha ko'p talabsiz sizga ishga oladi. Shunaqa qilib siz bog'lansangiz bo'ladi. Mana shuni to'ldirib otasiz. Agar elektron pochtasi bo'lsa, elektron pochtasini topolmadik. Afsuski, ba'zilarining elektron pochtasi bo'lmaydi. Bo'ladi-yu, ko'rsatilib qo'ymagan ekan bu yerga. Mana bu yerdan elektron pochtalar, masalan, qanday, mana bu saytni qayerga borligini YouTube'da ham bor ekan, TikTok'da ham bor ekan, har joyga bor ekan. Bu saytni barcha xizmatlari. Bu saytni sotsialniy boshqa saytlari ham bor ekan, boshqa saytlarga ham bor ekan. Bizga sayt emas, saytni ichidagi kompaniyalarga ehtiyojimiz bor. Xo'sh, kompaniyani elektron pochtasi bo'lsa edi, sizga hozir ko'rsataydim. Xo'sh, elektron pochtani haqida ko'rsatmayman, chunki men sizga hozir yozib ko'rsataman. Xo'sh, qarab ko'raylik, mana bironta elektron pochta topamiz. Reklamasi 4 ta. Bitta firmaga, masalan, bitta kompaniyaga ko'plab ishlar bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerga masalan 10 ta tajribasiz ishchilar qidirilayotgan bo'lsa, mana hozir men ko'rganim uni 10 ta, masalan 10 ta emas, ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, mana 21 ta sahifa ketaveradi. Shundan bir 10 ta 20 tasi ishga oladi. Masalan, ishchi hammasi ishga oladi, lekin agar siz boshqa ishlariga talabiga javob bersangiz, boshqa ishlarni ham bemalol boshqa ishlariga ham borsangiz bo'ladi. Xo'sh. Endi elektron pochta. Elektron pochtaga o'taman. Masalan, mana bu yerdan отправленный bor. Отправленный bor. Masalan, men jo'natganman. Ikkitasiga jo'natdim bugun. Masalan, mana o'zimda elektron pochta. Shunday elektron pochta mana shunday narsa. Bu meni elektron pochtam. Men o'zimnikini olishim shart emas, chunki o'zimniki avtomatik yuklanadi. Men o'zimnikini olishim shart emas. Men sizga ko'rsatish uchun. Mana shu tasavvur qiling, meni elektron pochtam, kompaniyaning elektron pochtasi. Masalan, kompaniyaning elektron pochtasi qayerga ketdi? Shuni tasavvur qiling, shu men bironta saytga kirdingiz, kompaniyaning elektron pochtasini olasiz. Mana napisat degan joy bor, mana yozish. Yozish degan joyini bosasiz. Va mana bu yerda tema deb yozib qo'yibdi. Tema ham yozish muhim emasda. Iloji bo'lsa yozsangiz qulay. Yozsangiz yaxshi. Xo'sh, mana bu yerdan kompaniyani elektron pochtasini bosib, masalan, meniki elektron pochtam. Xo'sh, mana elektron pochta, mana paloncha kompaniyaning elektron pochtasini olsangiz, shu yoqqa qo'yasiz. Birinchi kamu degan oddiy SMS yozasiz-ku, shunday gap. Shu kimga jo'natish kerak? Masalan, kompaniyaga jo'natish kerak. O'sha kompaniya nomi o'sha elektron pochtasini nusxaga olasiz, kopirovat qilib olasiz, shunga bosasiz. Mana temaga, masalan, tema biron yozaman desangiz, masalan, Bolgariya tili yoki ingliz tiliga yozaman, inglizchaga o'girasiz. Mavsumiy o'z xohlaganingizni, masalan, qanaqa temaga javob bersa, siz yozayotgan soобщениyangiz shunga qarab yozasiz. Masalan, mavsumiy ish haqida. Mavsumiy ish haqida, masalan, bilmoqchisiz. Masalan, temasi shunday, masalan, shunaqa narsa. Mana bunday bosib ko'rasiz, bundan bunga o'tkazib ko'rasiz. O'zbekcha berib o'tdi, bu tarafga o'tdi, mana yana bu tarafga o'tkazasiz. Hech so'zingiz o'zgarmadimi? Demak, masalan, to'g'ri. About where sensor work deyapti. Bos kopirovat qilib olamiz. Mana отправка. Temaga masalan bosib kiritamiz. Tema tayyor. Xo'sh, mana bu yerdan bu qolsin, masalan, mana
Mana endi sizga taxminan yozib ko'rsatdim masalan. Bularni yozdim. Salom. Men ma'mur. Men ma'mur. Sizning ish e'loningizni ko'rdim. Ko'rdim deb e'loningizni ko'rdim. Qayerdan ko'rganingizni ham iloji bo'lsa boshidan yozib ketsangiz. Masalan, paloncha qaysi saytdan ko'rganingizni yozib ketsangiz, masalan, paloncha saytdan sizni e'loningizni ko'rdim deb yozasiz. Ko'rdim. Endi men sizga shuni taxminan yozib ko'rsatyapman. Siz ham chiroyli qilib yozasiz. Ko'rdim. Mavsumi ish e'loningizni ko'rdim. Shunaqa mavsum ish bor ekan. Masalan, qanaqa ish bor ekan yozasiz. Masalan, cho'chqa firmasimi yo boshqasimi? Qanaqa ish ko'rdingiz? Masalan, svarkachimi? Svarka ishingiz bor ekan, ko'rdim. Va masalan, mavsum ish bor ekan. Shu masalan ish menga ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Men O'zbekiston fuqarosiman. Yoki men ma'qul keldi yoki siz O'zbekistondan ishchi olasizmi? Ishchi olasizmi? O'zbekistondan ishchi olasizmi? Yozgandan keyin iltimos javobingizni kutib qolaman. Chiroyli yozsangiz yaxshi sizga nima deydi? Kulturni yozsangiz javob beradi. Kutib qolaman. Hurmat bilan masalan Azamat. Masalan, familiya ismingiz Azamat. Shunday qilib yozasiz. Masalan, keyin bunday o'girasiz. Salom, men ma'mur, sizning ish e'loningizni ko'rdim. Mavsumi ish bor ekan. Shu ish menga ma'qul keldi. Siz O'zbekistondan ishchi olasizmi? Iltimos javobingizni kutib qolaman. Hurmat bilan Azimov Azamat. Yana bunday qilib ko'rasiz. Yana bir marta bunday qilib ko'rasiz. Yana bir marta bunday qilib ko'rasiz. Hello, I am Mamur. Here was your jobs. Paloncha pistoncha. Seasonal jobs paloncha. Hammasi masalan ko'rindi. Azimov Azamat. Kooperat qolasiz. Xohlasangiz Bolgariya tiliga, qaysi joydan Litva, Latviya tiliga, xohlagan davlatingiz bo'lsa, boshqa Yevropa davlatlari bo'lsa, o'sha tiliga o'zini tiliga yozsangiz bo'ladi. Inglizcha ko'p ishlatilayotgan joy bo'lsa, inglizcha yozsangiz bo'ladi. Shuni ham bunday qilib kooperat qilib stavit qilasiz. Tamom. Отправить deb bosasiz. Tamom, ketadi. Buni o'chirib tashlaymiz. Отправить bosasiz, mana bu yerdan o'zi soобщение chiqib turadi, keyin отправлен deb keladi o'zi. O'chirib tashlaymiz, naklik. Keyin mana bu отправлен degan joyga bosasiz, qaraysiz, masalan ketgan mana. Отправить siz yuborgan joylarga mana jo'natilgan. Keyin o'zi mana выходящий o'zi qabul qilinayotgan joy bilan выходящий degan joy bor. O'shadan javobi kelib turadi. Masalan, ertasi kuni yo bir haftadan keyin qachon ular yozsa javobi keladi.
Xo'sh, hammasini tushuntira oldim degan umiddaman. Elektron pochtani tarjima qilishni ko'rsatdim. Qanaqa qidirishni xohlasangiz elektron pochtasiga xabar jo'natishdi. Elektron pochta bir xillar joyga yo'q, masalan, bir xil saytlarga ko'p bor. Masalan, Latviya, Litva saytlariga, masalan, ko'p saytlarga bor. Masalan, bu saytga ham bo'lishi mumkin. Kompaniyaning elektron pochtalari. Yo, buni sayt kompaniyalar bir xillari elektron pochta qo'ymagan bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri saytning o'zidan bog'lanishingiz mumkin. Saytdan ro'yxatdan o'tasiz.